Bug'doy yetishtirish jarayoni murakkab, agrotexnik tadbirlar majmuasidan iborat bo'lib, yuqori hosil olish uchun har bir bosqichni ilmiy asosda tashkil etish muhim hisoblanadi. Avvalo, ekin uchun yer to'g'ri tanlanishi lozim. Bug'doy unumdor, o'rtacha qumoq va yaxshi suv o'tkazuvchi tuproqlarda yaxshi o'sadi. Sho'rlangan yoki suv to'planib qoladigan maydonlar bug'doy uchun mos emas. Yer odatda kuzda 25–30 cm chuqurlikda haydaladi. Bug'doy parvarishida sug'orish muhim o'rin tutadi. Bu ekin ko'p suv talab qilmasa-da, uning rivojlanishining muhim davrlarida yetarli namlik zarur. Xususan, nihol chiqishida, poya cho'zilish davrida va boshoqlanish vaqtida sug'orish katta ahamiyatga ega. Iqlim sharoitiga qarab, odatda 2–4 marotaba sug'orish yetarli bo'ladi. O'g'itlash ham bug'doy hosildorligini oshirishda asosiy omillardan biridir. Azotli o'g'itlar o'simlikning vegetativ o'sishini tezlashtiradi, fosfor ildiz tizimini mustahkamlaydi, kaliy esa o'simlikning kasalliklarga va noqulay sharoitlarga chidamliligini oshiradi. Fosfor va kaliy o'g'itlari asosan ekishdan oldin beriladi. Azotli o'g'itlar esa o'suv davrida bir necha bosqichda qo'llanadi. Bug'doyni parvarishlash jarayonida begona o'tlar, kasalliklar va zararkunandalarga qarshi kurashish ham zarur. Begona o'tlar o'simlikdan ozuqa moddalarini tortib olib, hosildorlikni kamaytiradi. Shuning uchun ularga qarshi gerbitsidlar qo'llanadi. Shuningdek, zang kasalligi va boshqa qo'ziqorin kasalliklariga qarshi fungitsidlar. Zararli hasharotlarga qarshi esa insektitsidlar ishlatiladi. Vegetatsiya davrida tuproqni yumshatish, havo almashinuvini yaxshilash va ekinni muntazam kuzatib borish muhimdir.